Yangi kelinligimda Napoleon qiling deyishsa, yuragim orqaga tortib, 2 kun vaqtim oshxonada har bitta xamirni konvert qilib taxlab, soatlab tindirish bilan o'tardi. Bu usulni o'rganganimdan beri umuman erinmasdan mazza qilib 1,5 soatga qolmay Napoleonni tayyor qilaman. Bunaqa oson retsept uchun bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardim. Muzxonada turgan margarin bilan unni yaxshilab kroshka qilib, alohida idishda muzdek suvga bir dona tuxumni chaqib aralashtirib, kroshkamiz ustidan suyuq massani quyib, qattiq mushlamasdan shunchaki o'rtaga yig'ib, shunaqa g'adir-budir xamir qolamiz. Tayyor xamirni teng 9-10 bo'lakka bo'lamiz. Men yarim porsiya tayyorlaganim uchun 5 taga bo'ldim. List baravar qilib yoyib, chetlarini kesib, vilka sanchib 180 gradusda 7-8 minut davomida pishirib olamiz. Bu vaqt ichida shunaqa ahvolga kelib qolgan idishlarimni Bavi super очистителini shaqqillab qaynab turgan suvga solib, idishlarimni yuvib tozalab oldim. Bavi eko mahsulot bo'lganligi uchun granit idishlarga ham, hattoki chaqaloqlarning kiyimlarini tozalashda ham foydalansanglar bo'ladi. Krem uchun bo'lsa, xona haroratida erigan sariyog' va sgushyonniy molokoni shu holatga kelgunigacha 2 minut mikser qilsangiz bo'ldi. Napoleonni shu ketma-ketlikda yig'ib, ustiga kroshka sepib, ustini bosib, dasturxonga tortsak bo'ladi. Like bosib, menga obuna bo'lib oling, qiyin narsalarni oson usulda o'rganib olasiz.